Xalqqa ham sal quloq solish kerakmi? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz huquqini talab qil deyapti-yu. Talab qilmayapmiz biz O'zbekiston. Zo'r odamlar to'rtidan joy oldi. Biz joy olganimiz yo'q. Mana shu yerda o'tiribmiz mayda. Araba sudrab o'zim ko'rdim. Araba sudrab, malaqa chiqamiz. Yashashimiz kerak-ku. O'zimiz Yig'ladik, qon yig'ladik. Xalqni shunaqa yig'latyapti. Bozor ko'p qilyapti, hokim qilyapti. Xalq ham bilish kerakmi? Ya xalq bosh ko'tarish kerak. Bosh ko'tarishga majbur qilasizlarmi? Katta xo'jayinlar kimdan qasdan? Xalq orqasidan. Xo'jayin bo'lib yuribdi. Xalq yo'q bo'lsa, xo'jayin qayerdan bo'ladi? Xalqni ezayapti mana shunaqasiga. Yashasang yasha, yashamasang yo'q. Lekin bu yoqda to'lovlarimiz bizda. Gazga to'laysan, svetga to'laysan, yasha. Yasha to'lamasang kun yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Xalq yashash kerakmi? Xalqqa ham quloq solish kerakmi?